Assalomu alaykum yurtdoshlar, qadrli podpischilarimiz. 21 aprel 2026-yil sizlarga bizning YouTube kuzatuvchilarimizga reklama qilib qo'yadigan mashinamiz Gentra'ni arzonchiroq variantidan so'rab bilgan yurtdoshlarimiz uchun 2020-yilda ishlab chiqargan Gentra mexanik korobka mashinamizni to'liq obzor etib berib, arzon bahada qo'yib beramiz. Sizlar uchun videomizga like bosib turib, hozirning o'zida obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki shunday zo'r sotsiyadagi mashinalarni sizlar uchun chiroyli bahada qo'yib berishda davom etamiz. Xo'sh, mashinamizdan boshlab boshlaymiz. Esa 2020-yil mexanik korobka, oq rangda, kraskalari 100% rodnoy, hech yerda kraska demaydi. Pollarning holati yaxshi, bemalol tekshirib ko'rib olsangizda bo'ladi. Xohlagan proverka yana chexollari qo'yilgan, tenda poliklari bor, orqa qismi yaxshi, zo'r holatda turibdi. Oldi qismini o'tamiz. Mashina 107 mingni yurgan, bir qo'l minilgan 2020-yildan salondan olib, magnitofon, soatlari, podogrev sidenalari, hamma narsalari bor. Patologlar ham akkuratni zo'r holatda turibdi. 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Agar bu mashinani avtokrediti bo'laman desangizlar, boshlang'ich to'lovni sizlarga kerak bo'ladi. Xo'sh, oldingi bolalar ham zo'r. Boshlang'ich to'lovni 10 million so'm pul kerak bo'ladi sizlarga. Keyin notariusga xarajatlarni o'zlashtirishda va motorni top-toza turishini ko'ringlarmi? Kuchli demayman. ABS tormoz bor, konditsionerlari bor, akkumulyatorlar ham zo'r, toza turibdi. Joylari o'ynamagan. Endi farlar ham diniq turibdi yana. Chotki sosteniyada. Xo'sh, avtokreditda boshlang'ichdan sizlarga kerak bo'ladi 10 million so'm pul. Notariusga xarajatlaringiz oddiy to'lab turib, oylik to'lovlarni 3 million 500 ming so'mdan 4 yil, ya'ni 48 oyga chiqarib olsangizlar bo'ladi. Kraskasi mutlaqo rodnoy, polностью haydashga tayyor, motori hech yerda kamchilik yo'q. Shu yerdan ozgina vakuumlik yeri bor, lekin deyilmagan. Mashinamizning naqd bahosi esa 99 million so'm. Bu mashinani sizlarga qiziqtiradigan bo'lsa, avtosiya salonimizga kelaverasizlar. Manzilimiz Urganch yo'lidan yo'l, Sputnik svetofor yonida joylashgan va sizlardan sotiladigan mashinalar bo'lsa, bemalol kelsangizlar, chiroyli qilib reklamasini qilib sotib beramiz va bizlarga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Sizlar uchun mashinalarimizni obzor etib berishda davom etamiz. Qaysi mashinamizni obzori qiziqadigan bo'lsa, kommentariyada yozib o'tsangizlar, to'liq ma'lumotlar bilan sizlarga qo'yib beramiz. Sog' salomat bo'linglar. Kunlaringiz xayrli bo'lsin.